Evet hayvan. Ol chiqadi. Taygan bu qo'l bola boqildi-da. Pishirib bermasa yemaydi go'shtni ham. Pishirib bersak keyin yeydi. Xom bersak umuman yemaydi. Taygan bu taygan. Ko'kraklari ham o'ta kengda buni. O'ta kuchli. Juda kuchli taygan bo'ldi. Dux vagon bunda, dux. Darmon aka. Hozirda mana shu katta itlarga tashlaydi, dux bermaydi umuman. Вообще duxi baland. Xom go'sht bersak yemaydi, faqat shu pishirgan go'sht yeydi.